Men unaqa chekib olib, ichib olib, ana kishilar ko'pchilik aytar ekan-da, san'atkorlar, ayniqsa qiziqchilar nasha chekib olib, aroq ichib olib ssenariy yozadi. Qolganlarni bilmayman, men ular haqida ssenariy yozganda tepasida o'tirmaganman. Lekin menda ilhom keladigan narsaki, pul. Oila tinch bo'lib, oilam tinch bo'lib tursa, Bahodirga aytaman, nima qiladi? Agar 4 kun qilsa muncha topasiz, 5 kun qilsa muncha topasiz. Keyin sponsorlar chiqyapti deydi. Agar aka meni konsertimda borsiz, siz ham sponsor bo'ldingiz ash futbolda-da. Meni konsertimda uka muncha beraman, davay meni reklama qiling desiz, juda ko'pchilik reklama qilaman hozir pulga. U menga juda katta motivatsiya bo'ladi aka. Birinchidan pulli bo'lyapman, ikkinchidan sizni shunchaki reklama biz rezultat ham qilishni xohlayman, sababi ertaga siz menga yana kelishingizni xohlayman-da. Shu pul orzu kelajakdagi ko'p kishilar bar pulga bog'liq, o'sha narsa ilhom beradi. Uning uchun oila tinch bo'lishi kerak.